Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog'lik, salomatlikda, tinchlik, xotirjamlikda, yaxshi kayfiyatlarda yuribsizlarmi? Bugungi mavzumiz haftalik bashorat. Oila, sevgi, pul, ish bo'yicha bo'ladi. Hammalaringizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilagan holda unda martning 10-dan 16-martgacha bo'lgan haftalik bashoratimizni boshlaymiz. Oila borasida ko'rib chiqamiz. Kanalimga obuna bo'lgan, kommentariy yozganlarga, like bosganlarga o'z minnatdorchiligimni bildirgan holda unda boshlaymiz. Mart oyi oila borasida qanday keladi? Unda ko'ramiz mart oyi. Bismillahirrohmanirrohim. Mart oyi oila borasida qanday keladi? Oila borasida aytadigan bo'lsam, mart oyi qandaydir uzoq joyga o'z yaqinini kuzatayotgan insonlar bor. Kuzatayotgan inson o'sha insonni haqida ko'p xavotirligi, qandaydir u insonni kuzatayotgan insonlar, keyin kutayotgan insonlar. Yovon kartasi tushdi, malika kartasi. Bu yerda qo'lida idish, bu degani ko'nglidagi bor his-tuyg'ulari bilan u insonga bo'lgan e'tibori qaratilgan tomon, kimnidir kutayotgani yo kimnidir kuzatayotgani. Shu masalada orzular haqida, bu sizlarni bu ketayotgan shunday insonlarga uzoq yo'l tushadi. Oilaviy uzoq yo'l. Bu yo'l sizni kelajakda o'zingizni orzu umidlaringizga ishonish bo'ladi. Oilalaringizga uzoq joydan yangi mehmonlar keladi yoki to'y borasi bo'lishi mumkin, yoki to'y qilmoqchi, yoki to'yi bo'layotgan insonlar, yangi oilalarni birga bo'lishi. Keyin pul borasida kimdandir qarz olishi yoki kimgadir qarz berishi, shunga o'xshagan holatlar bo'ladi. Oila borasida aytadigan bo'lsam, anchadan beri ichingizga yutib yurgan narsani ko'nglingizdan chiqarish yoki kimgadir aytolmayotgan gapingizni mart oyida aytish. Nafaqat bu mart oyini 10-dan 16-gacha emas, balkim umuman mart oyida ko'nglingizda qandaydir muhabbatga oid yoki oilaviy nizo ham bo'lishi mumkin, yoki bir-biringiz tushunmaganligi ham bo'lishi mumkin, yo ko'ngildagi sirlar bo'lishi mumkin. Qandaydir o'sha narsalarning yechimi haqida ko'nglingizda nima deydi, bir-biri bilan gaplashish, his-tuyg'ularni aytish, atrofga bildirish, shunga o'xshagan narsa tushyapti. Keyin anchadan beri o'zingiz ololmaydigan narsangiz bo'ladigan bo'lsa yoki anchadan beri kimgadir nimanidir gapira olmayotgan bo'lsangiz, yo oilangizdan kimdandir juda ham xafa bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha inson bilan bir murosaga kelib olish. Oilaviy holatda moddiy jihatdan agar qiynalib turgan bo'lsangiz, sizga qanday yordam bo'lar ekan? Oilaviy holatingizda agar moddiy jihatdan ko'plar qiynalayotgan oilalar bo'ladigan bo'lsa, sizda oilaviy moddiy jihatdan o'zingizni tiklashga qandaydir imkoniyat bo'ladi. Bu narsaga sizda erkak kishi qandaydir yo'l yo'riq ko'rsatishi yoki erkak kishi tomonidan yordam bo'lishi, shunga o'xshagan karta tushyapti. Anchadan beri nimanidir orzu qilgan insonlar bor, yoki ish bo'yicha, qarindosh, uy bo'yicha, uy olish bo'yicha, yoki mol mulk, qandaydir mashina ham bo'lishi mumkin, nimadir olish bo'yicha yoki bitmagan narsani tiklash bo'yicha. Shu bo'yicha birinchi fundamentdan tashlanadi, nima deydi, birinchi qadam tashlanadi mana shu narsaga, yoki yo uy olish bo'yicha, nimadir olish bo'yicha birinchi ozroq pul beriladi, yoki anchadan beri to'lana olmaydigan pullaringiz bo'layotgan bo'lsa, o'shani to'lash shunga oid. Chunki anchadan beri yig'ilib turgan narsa, yo ko'nglingizda yig'ilib turgan orzu havasingiz yoki anchadan beri to'lolmayotgan narsangiz bo'ladigan bo'lsa, shunga oid to'lash bo'ladi. Bu hafta oilaviy borasida, pul borasida sizlarda ancha haftani boshida biroz qiyinchilik bo'lgan taqdirda ham pul borasida ancha yechim bo'ladi. Farzandlaringizga, o'qish, ishlariga, qandaydir farzandlarga ko'p sarflash bo'ladi.
keyin uy masalasi bo'yicha haftani boshida emas boshida qandaydir uyingizga sarflagan pulingiz emas, qandaydir yaqin insonlaringizga ko'proq pul sarflash bo'ladi. Tug'ilgan kunlarga borish, bazmlarga borish, qandaydir tez yo'lda bo'lasiz, to'y, hasham, shunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Uzoqdan yaqin insoningiz qaytib kelishi, sizga o'z qandaydir bu qaytib kelgan inson yoki uzoq yo'lga ketayotgan insonlar tushyapti. Bu nima deydi, 1-2 marta borib kelgan inson emas, ancha vaqtdan beri borib keladigan inson. Chunki nimaga desangiz, bu yerda kisa kartasi tushdi. Vazir kartada umuman temir zirqlangan, bu degani anchadan beri o'zini tajribasi bor odam hisoblanadi. Bu degani anchadan beri borib keladigan odam yoki qanchadan beri biror joyga yo'llaringiz berk bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi xabar eshitishingiz, bu o'sha yo'lga borib kelishingiz haqida yoki yo'llaringiz ochilishi haqida, shunga o'xshagan yo'lga oid tushyapti. Ana endi sizlarga to'y masalasi bo'yicha ko'ramiz. Shuntalik qilib to'y masalasi bo'yicha anchadan beri to'y masalasini kutayotgan insonlar qandaydir bu hafta salgina jimjit bo'ladi to'y masalasi bo'yicha haftani boshida, lekin o'rtalariga kelganda yaxshi xabarlar bo'ladi. Ikki kishini bir-biriga juftligi, lekin nima deydi, bu to'y masalasi bo'yicha ham ikkita tomonni birgalikda bo'lgan qarori shunga o'xshagan tushyapti. Qandaydir ikkita tomonni biriga bo'lgan qarori, agar anchadan beri o'z juftini topolmayotgan insonlar bo'lsa, oila borasida hayotingizda yangi inson paydo bo'lishi, shunga o'xshagan karta tushdi. Ana endi oila borasida hammalaringizga sog'lik, salomatlik, barakali kun tilagan holda unda ko'ramiz. Bir-birlaringizni oilalaringizda o'xshilikka, bir-birlaringiz oilalaringizda til bilan qandaydir dilni og'ritib qo'ymang. Borib keladigan inson bor. Bu yo'l hafta davomida juda ham ochiq, yaxshi yo'l bo'ladi. Bu yo'l sizga faqatgina pul, omad bo'yicha yaxshi imkoniyat darvozasi ochiladi. Bu narsa ayniqsa ayollarga ham bu haftamiz juda ham barakali bo'ladi. Erkaklarimiz anchadan beri rejalashtirayotgan, borib kelmoqchi bo'lgan joylariga yo'l ochiladi. Ayollarimiz ham xuddi shunday. Anchadan beri kutayotgan insoningizdan yaxshi xabar eshitasiz. Pinxona sirlari bor insonlar bor tushyapti. Qandaydir o'zini oilasi bo'lib turib, kimnidir yaxshi ko'rgan inson bo'lishi mumkin, shunga o'xshagan. Qandaydir o'sha insondan juda ham xabarni intiqlik bilan kutasiz. Undan xabar kelishi haqida. Sizni atrofdagi insonlar anchadan beri agar yoki oilaviy borasida sizda yetishmovchilik bo'layotgan bo'lsa, qaysidir bitta orzungiz amalga oshishi, atrofdagi insonlar sizga havas ko'zi bilan qarashi tushyapti. Shahzodasini kutayotgan insonlar yo o'z malikasini kutayotgan insonlar hayotingizda yaxshi inson paydo bo'lishi, anchadan beri o'z orzungizga erisha olmayotgan bo'lsangiz, bitta narsani maqsad qo'ygan bo'lsangiz yoki o'qish bo'yicha yo ish bo'yicha nimanidir kutayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, juda ham yaxshi xabar bo'lishini, mehnatlaringiz da mehnatga oid ko'proq ishlar bo'lishi, bunda biroz qiynalishingiz mumkin, lekin kelajakda sizga bu pul borasida juda ham omad keltirishi. Agar birorta ish sizga tushadigan bo'lsa, oilaviy borangizda masalan birorta ishga yoki sizga taklif kiritilsa, birorta ishni boshlagin deydigan bo'lsa, u ishda qo'rqmasdan boshlashsalaringiz bo'ladi. Chunki bu narsa sizlarning kelajakda qandaydir pul borasida juda ham yaxshi omad olib keladi. O'zingizga ko'proq e'tibor bering, atrofdagilarni nima deydi, ko'proq e'tibor berishga harakat qiling. Go'zallik yoki o'zingizni yoshligingiz hech qachon qaytib kelmasligi, o'zingizga ko'proq e'tibor berishingiz, o'tmishdagi narsalarni orqaga tashlashingiz, hayotingizda sizga yaxshi yangi inson qo'l cho'zilishi, yordam berishi, tushkunlikka ko'p tushmasligingiz, pul borasida sizga o'zi qo'l cho'zadigan najotkor hayotingizda paydo bo'lishi,
shunga oid tushdi. Sizni har doim farishtalar qo'llab-quvvatlab turishi. Ana endi sevgi muhabbat borasida ko'ramiz. Sevgi muhabbat borasida qanday tushadi ekan? Sevgi muhabbat borasida. Bismillahirrohmanirrohim. Sevgi muhabbat borasida qanday tushar ekan ko'ramiz. Sevgi muhabbat borasida qanday tushar ekan? Sevgi muhabbat borasida. Sevgi muhabbat borasida qanday tushar ekan? Sevgi muhabbat borasida aytadigan bo'lsam, qandaydir oilali insonni yaxshi ko'radigan insonlar bor. Yoki bu hafta sizga uchragan insonga, har qanday insonga ishonib ketavermasligingiz haqida aytyapti. Chunki u insonni jufti bo'lishi mumkin. Keyin anchadan beri yo'l qarab, undan umidini uzib qo'ygan insonlar bor. Yo'l qarab uni kutayotgan insonlar haqida aytadigan bo'lsak, yo'l qarab u insonni kutayotgan insonlar haqida aytadigan bo'lsak, bunda ko'ramiz. Qani, agar hozir siz birorta insonni haqiqatdan ham siz o'zingiz yaxshi ko'rib qolgan bo'lsangiz, agar uni jufti bo'ladigan bo'lsa, uni sizga bo'lgan bu oyda munosabat qanday bo'lishi haqida ko'ramiz. Qanday bo'lishi haqida. Uni chin bo'lganda oldini o'girib turardi. Qandaydir bu narsadan ehtiyot bo'lishingiz, lekin uni oilasi bo'ladigan bo'lsa, bu narsadan ehtiyot bo'lishingiz, chunki sizga sevgi muhabbatidan, u insonni o'zini sevgi muhabbati chin bo'lgani bilan, lekin atrofdagi odamlardan, gap so'zlardan biroz ehtiyot bo'lishlaringizni tavsiya qilardik. Anchadan beri agar siz u insonni kutayotgan bo'lsangiz, u insondan qanday xabar keladi ko'ramiz. O'rtalaringizda qandaydir sevgi muhabbat borasida to'siq bo'ladigan bo'lsa, u to'siq haqida yengish, qandaydir kimnidir kutish, undan yaxshi xabar kelish teskarisini ko'ramiz. Agar siz kimnidir dilini og'ritgan bo'lsangiz yoki kimdir sizni dilingiz og'ritgan bo'lsa, bu narsa ko'pga cho'zilmasligi, keyin bu nima deydi, yarashish, qandaydir odamlarni bir-biriga bo'lgan olqishi, shunga o'xshagan karta tushyapti. Sevgi muhabbat borasida xotirjam bo'lishingiz, anchadan beri kutayotgan insoningiz sizga o'z qadamini tashlab kelishi. Hozir bu hafta ko'proq haftani boshida qandaydir uzoq vaqtdan beri bu sevgan insonni kutayotgan insonlar, keyin to'y masalasi bo'yicha to'y bo'layotgan insonlar, yoki qandaydir unashtiruv bir-birini qandaydir birga bo'lishi, yana ko'ramiz, birga bo'lishi shu haqida ko'ramiz. Qandaydir anchadan beri pinhona bo'lgan narsalar oshkora bo'lishi. Bu degani, anchadan beri pinhona yaxshi ko'rishayotgan bo'lsalaringiz, bu degani sizlarning nikoh bilan qandaydir bog'lanishi. Bu borada hammaga xursandchilik bilan bu narsani aytishingiz, hammaga ko'z qilishingiz, anchadan beri orzu qilayotgan insoningizga yetishish. Keyin qandaydir shirin tun, anchadan uzoq vaqtlardan beri ko'rishayotganlar uchun shirin tun bo'lishi mumkin, yoki siz o'zingiz anchadan beri qo'lga kirita olmayotgan insoningiz bo'ladigan bo'lsa, u insonni qo'lga kiritishingizda o'zingizga kuch bo'lishi, bu narsaga ishonchligingiz. Kimlargadir uzoq anchadan beri sovchi kelmayotgan bo'lsa, sovchilar kelishi yaxshi. Qandaydir inson bilan ko'rishishingiz, bu inson sizga yaqin insonlaringiz yordami tufayli bo'lishi mumkin. Qandaydir nima desa bo'ladi, yo yaqin insonlaringiz sizga tavsiya qilishi mumkin. Ko'rishib ko'r, shunga o'xshagan yaqin insonlaringizdan yoki atrofingizdan, o'zingiz kutmagan insoningizdan sizga ko'ngil izhor bo'lishi mumkin. Sevgi muhabbat borasida aytadigan bo'lsam, sevgi muhabbat borasida agar siz anchadan beri kimningdir o'tmishingizdagi insoningizni unuta olmayotgan bo'lsangiz, ko'pgina insonlar bu o'zini
hayollari bog'lanib qolishidan xalos bo'lish haqida, xalos bo'lishi, sizni hayotingizga yangi inson kirib kelishi yoki anchadan beri kutgan insoningizdan xabar bo'lishi. Tushkunlikda agar o'zini hayotingizdan qandaydir o'zi bitta insonni juda ham unuta olmayotgan bo'lsangiz yoki u insonni kutayotgan bo'lsangiz, u insondan sizga xabar kelishi, shunga o'xshagan kartamiz tushdi. Kartalarimizga qarab tursangiz, uzoqdan qush, bu yerda sudi kartasi, bu degani uzoqdan sizga anchadan beri kutayotgan insoningizdan xabar kelishi. Sizga agar bu narsadan o'zingiz chiqib keta olmayotgan o'y hayollaringiz bo'ladigan bo'lsa, kimnidir yordamida chiqib ketishingiz, sizga yaqin do'stingiz yoki kimdir sizga u haqida xabar yetkazishi, xabar kutayotgan insonlar. Siz yana ko'pgina insonlar, ikkita insonni o'rtasida biroz tushkunlik tushib qolishi, ya'ni kimni tanlashi haqida ham o'ylab qolishi mumkin. Shunga o'xshagan karta bo'ldi. Bu hafta sizga juda ham boshida do'st bo'lib kelishi mumkin kimdir hayotingizga, lekin keyinchalik bu narsa sevgi muhabbatga aylanishi haqida tushyapti. Chunki kartalarga yaxshilab qarab tursangiz, shunga o'xshagan kartalar tushyapti. Sevgi muhabbat borasida, sevgi muhabbat borasida aytadigan bo'lsam, sevgi muhabbat borasida anchadan beri nima deydi, janjallashib qolgan insonlarga sizlarga ko'z tekkani, lekin hali sizlarda imkoniyat borligi, umidsizlikka tushmasliklaringiz, bir-birlaringizga nisbatan hozir sinovda ekanliklaringizni unutmasliklaringiz. Sevgi muhabbat borasida sekinlik bilan ketayotgan bo'lsa ham, qandaydir sevgi muhabbatlaringiz sekinlik bilan ketayotgan bo'lsa ham, bu narsaga baribir manziliga yetish, qandaydir o'z sevgisiga erishish, shunga oid kartalar chiqdi. Unda ko'ramiz. Sevgi muhabbat borasida sizni oldingizga do'stona bo'lib kelib, lekin ko'nglingizga joy, do'stona borasida kelib, qandaydir ko'nglingizdan joy topadigan insonlar yoki siz anchadan beri kuzatib turgan insoningiz bo'ladigan bo'lsa, yoki anchadan beri aloqa, nima deydi, bir-birlaringizga nisbatan shubha gumonlaringiz bor-u, sevgi yo meni yaxshi ko'radimi, shunga o'xshagan, yaxshi ko'radimi deydigan insoningiz bo'ladigan bo'lsa, u insonni haqiqatan ham sizni yaxshi ko'rishligi haqida bilib qolishingiz mumkin, shunga o'xshagan. Agar anchadan beri kimnidir kutib qiyinchilikda turgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, sizga u insonni uzoqdan yordami kelishi, bu ichki his-tuyg'ularingizdan xalos bo'lishingiz. Ikki oilalilar bo'ladigan bo'lsa, ikkalalaringizga ham teng qarashligi, anchadan beri o'z oilasini kutayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa yoki farzandi bilan bor insonlar bo'ladigan bo'lsa ham, bu hafta sizlarga da bir-birlaringizni ancha tushunish, farishtalarning rahmi kelishi, birga bo'lishlaringiz shunga oid tushdi. Oilaviy ko'p janjal bo'lgan bo'lsa yoki sevgi muhabbatlaringiz, oralaringiz ancha agar uzoqlashgan bo'lsa, bu narsa dushmanlaringizdan qandaydir ko'z tekkani holati, lekin bu narsaga ko'p bo'lmasligi, tez orada yana hammasi yaxshilik bilan bo'lishi, to'y bo'lishi, yaxshi xabar kelishi, sevgi muhabbat borasida. Eng yaqin do'stingizdan sovchi ham kelishi mumkin yoki eng yaxshi yaqin insonlaringizdan kimgadir uylanish yoki oila qurish, shunga oid masalalar tushdi. Anchadan beri kutayotgan insoningizdan sizga birga bo'lishlik haqida, qandaydir to'y masalasi, quvonchlik haqida yoki anchadan beri sir saqlab kelayotgan insoningizni oshkoralik bo'yicha hammadan, nima deydi, yashirmasdan, xursandchilik bo'yicha aytilish, shunga o'xshagan tushyapti. O'tmishdagi insonni kutayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa,
u insondan qandaydir guldi borligiga qaraganda umid bo'lishi yoki u insondan xabar kelishi, shunga oid kutayotgan insoningiz yo'lga chiqayotgani haqida, to'y masalasi, to'yi bo'layotgan insonlar tushyapti, bo'ladigan insonlar yoki unashtirish, katta bazmga borish, shu bazm orqali sizni qandaydir yaxshi inson, yangi inson bilan, og'ir, bosiq inson bilan tanishib qolishingiz mumkinligi haqida tushyapti. Anchadan beri kutayotgan insonlar, u insondan xabar kelishi haqida, orzularga erishish, sevgi muhabbat borasida ancha sizlarga omadli kelishi haqida. Sizlarni anchadan beri kutayotgan insoningizdan bu hafta xabar kelishi, shunga o'xshagan karta tushdi. Ikki kishiliklar bo'ladigan bo'lsa, uni hayotingizda agar mana shu hafta sizga boshqa inson kirib keladigan bo'lsa, uni haqiqatdan ham oilasi yo'q ekanligini, nima deydi, internet orqali, ayniqsa ko'rinmas odam bilan gaplashayotganingizda, chunki yaxshilab kartalarga qaraydigan bo'lsangiz, yuzi berk, bu degani ko'rinmas internet orqali gaplashayotganingizda odamlardan ehtiyot bo'lishlaringiz, shular haqida tushdi. Sevgi muhabbat borasida hammalaringizga omad, baxtlik, sog'lik, salomatlik tilagan holda, ana endi pul va ish masalasi bo'yicha ko'ramiz. Pul ish masalasi bo'yicha, bismillahir-rohmanir-rohim. Pul ish masalasi bo'yicha qanday keladi? Pul ish masalasi bo'yicha qanday keladi? Pul ish masalasi bo'yicha qandaydir qo'l mehnatlar qiladiganlar, siz o'sha o'zingiz ish joyingizdan hayotingizda kimdir paydo bo'lishi, bu qo'l mehnati bilan ko'p shug'ullanadigan insonlar, u yerdan sizga qo'shimcha pul, daromad chiqishi haqida ham, o'zingizga o'zingiz pul borasida maqsad qo'yishingiz, anchadan beri ololmayotgan pulingiz bo'ladigan bo'lsa, unda olishingiz. Bu hafta sizda biroz ish borasida juda ham ko'p bo'lishi tushyapti. Hafta davomida ish borasida juda ham ko'p bo'lishi tushyapti. Sevgi muhabbatga birozgina vaqtingiz qandaydir oilaviy borasida yoki sevgi muhabbat borasida ish bilan bo'lib qolib, vaqt ajrata olmay qolishingiz mumkin. Hamma narsani teng olib borishga harakat qiling. Pul borasida qanday keladi? Pul borasida aytadigan bo'lsak, bismillahir-rohmanir-rohim. Pul borasida ko'ramiz. Pul borasida eski narsani qandaydir sotib, yangi narsa olish, shunga o'xshagan tushyapti. Eski narsani sotib, qandaydir yangi narsa olish, shunga oid. Keyin uyingizga yangi jihozlar olishingiz, yangi kiyimlar olishingiz, yangi narsalar olish, yangi narsalar tushyapti pul bo'yicha. Anchadan beri uy, pul olaman deydigan odamlar ana shu narsalarga nima deydi, qo'l qo'yish, kelishuv, birgalikda qandaydir odamlar borasida kelishuv, anchadan beri ish topolmaydigan odamlar bo'ladigan bo'lsa, qo'rqmasdan ish qidirib ko'rishingizni tavsiya berardik. Chunki agar bu safar qayerga borishingizdan qat'iy nazar sizga qo'l ochib kutib olishi, shunga o'xshagan tushyapti. Pul masalasi bo'yicha ham, ish masalasi bo'yicha ham, o'qish masalasi bo'yicha ko'ramiz. Anchadan beri farzandlarini o'qish masalasi bo'yicha yaxshi javob kutadigan insonlar, qandaydir o'qish masalasi bo'yicha yoki anchadan beri xabar kutayotgan insonlar bor, yoki tayyorlovga jo'natmoqchi bo'lgan insonlar bor. Shunga oid masalasi bo'yicha farzandlaringizni kelajagi yaxshiligi uchun qandaydir pul sarflanish bo'ladi.
pul sarflanish, farzandlarni kelajagi uchun, ko'tarilishi uchun pul sarflanish bo'ladi. Keyin qandaydir do'stingiz bilan birgalikda nima deydi, kelishasiz. Nimanidir biror joyga borishni anchadan beri reja qilayotgan ishingiz bo'ladigan bo'lsa yoki sizga oldingizda reja tuzib hayotingizda odam paydo bo'lishi, ish masalasi bo'yicha, chunki karta ko'rilayotgani ko'ryapti. Uzoq yo'lga ketadiganlar yo'lga chiqishligi haqida, tayyorgarlik haqida, anchadan beri imtihondan yoki nimadandir o'tolmayotgan insonlar bo'ladigan bo'lsa, imtihonlardan o'tish, yana nimanidir olgansizu lekin dokumentini olmagan insonlar yoki to'liq bitirilmagan narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha to'liq bitirilishi haqida, o'sha bitiriladigan narsa haqida, qo'lga kiritishingiz haqida, masalan, nima uyni dokumenti, yerni dokumenti, nimanidir dokumenti sizga kerak yoki qo'lga kiritishingiz kerak, yo siz uzoq joydasiz, nimanidir dokumentini qo'lga kiritish haqida. Shunga o'xshagan tushdi. Pul borasida, ish borasida, yo'l borasida ko'ramiz. Pul borasida, ish borasida, yo'l borasida ko'ramiz. Siz tez orzu niyatlar qilib turishingiz, tez nima deydi, yomon narsalardan ehtiyot bo'lishligingiz, kimgadir qarz berishdan ehtiyot bo'lishingiz. Chunki bu hafta qarz bermasliklaringiz. Lekin nima deydi, agar bu hafta siz nimagadir ish bo'layotgan bo'lsa yoki anchadan beri ololmayotgan pullaringiz bo'ladigan bo'lsa, bu hafta siz o'zingiz qo'lga kiritishingiz. Keyin qandaydir kimningdir ish borasida sizga aytgan gapi bo'ladi yoki birorta ishni qilaylik yoki nimanidir sizga va'da bergan odamni asl basharasi qandaydir ochilib qolishi. Sizdan nimanidir yashirayotgan inson bo'lsa yoki sizdan foydalanmoqchi bo'ladigan insonni kimligini yoki bilib qolishingiz bo'yicha yoki nima deydi, u insonni ichidagini bilib qolasiz. Ichidagini pul, ishga oid bo'ladi bu narsa. Uzoq yo'lga astoydil safar, uyga qaytish, uzoq yo'lga borish, anchadan beri uy olmoqchi yoki joy olmoqchi bo'lganlar yoki mashina, transport, nimadir olmoqchi, o'ziga narsa olmoqchi bo'lgan insonlar bu narsani qo'lga kiritishi shunga o'xshagan tushdi. Unda ko'ramiz, qani bo'shlik ko'ramiz. Bu hafta ish borasida agar sizga kimdir nimadir tavsiya qilgan bo'lsa, u narsani haqiqatligini bilish uchun u inson bilan ko'proq suhbatlashadigan bo'lsangiz, qandaydir sirli borligi yo sizdan ish borasida qandaydir foydalanmoqchi bo'layotganligini bilib qolasiz. Ehtiyot bo'ling. Bu hafta ish borasida yo'lga chiqayotganingizda sizga kimdir hamroh bo'lishi. Anchadan beri uy masalasida ololmayotganlar yoki mashina bo'yicha ololmayotganlar bu hafta ancha qo'lga kiritishi. Pul borasida farzandlariga, kelajaklari uchun biroz sarflanishi. Anchadan beri siz farzandlaringizni yo oilaviy yoki o'zingiz bo'lishingiz mumkin. Nimanidir kutayotgan bo'lsangiz yoki pul sarflagan bo'lsangiz, o'shanidan yaxshi natija kelishi shunga o'xshagan tushdi. Anchadan beri qo'lingizga nimanidir kirita olmayotgan bo'lsangiz, qo'lingizga kiritilishi haqida. Bu hafta qanaqa ishni boshlaydigan bo'lsangiz, sizga qo'l ochib kutishi, bu hafta boshlagan ishingiz, bu bahor oylarida boshlagan ishingiz hammasi yaxshilikka bo'lishi. Safarga otlanayotgan insonlar bo'ladi yoki safarga sizdan dabdurustdan safarga bo'lib qolishi mumkin, safar yo'llari bo'lib qolishi mumkin. Keyin anchadan beri siz eski narsani yangilash, bu degani orzularingizga yetisholmagan orzungiz bo'ladigan bo'lsa yoki
o'zingiz qo'l mehnati bilanmi yoki kim bilandir nimanidir o'rganmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz yoki qanaqadir sizga fikr kelgan bo'lsa, o'sha haqida o'ylab ko'rib, bir qaror nima deydi, ko'p o'ylamasdan ham qaror chiqarib, agar ish borasida bo'ladigan bo'lsa, ko'p o'ylamasdan ham qaror chiqarib ishni boshlaydigan bo'lsangiz, bu narsa sizga juda ham barakali, kuchab kelish haqida tushyapti. O'zingizni qo'lga olishingiz, siz o'zingizga o'zingiz eplashingiz haqida, qanaqadir qilgan ishingiz juda ham yaxshilikka bilan bo'ladi. Yaxshilikka bo'ladi. Keyin o'zingizga o'zingiz ishonib qolasiz. Anchadan beri sotuv bo'yicha, ish bo'yicha, qanaqadir pul bo'yicha yoki o'z mehnati, tikuvchi bo'lishi mumkin, yo tirnoq bilan, yo qo'l bilan yoki nimanidir tashiydigan yoki rol bo'yicha nimanidir qilgan ishingiz bu hafta juda ham barakali bo'lishi. Keyin yana shunday insonlarda ish davomida kim bilandir yaxshi inson bilan tanishib qolishingiz, bu inson sizni kelajagingizda qandaydir ish bo'yicha juda ham yaxshi sherik bo'lishi, sizga yaxshi yo'l ko'rsatishi. Anchadan beri qilgan, o'ylayotgan rejalaringiz amalga oshmayotgan bo'lsa, bu narsani oshishi haqida, oxiriga yetilganligi haqida. Keyin yana o'z mol-mulklaringizni, qanaqadir o'z mol-mulklaringizni atrofdagi insonlarga aytmasligingiz haqida. Sizda baraka borligi, yetishgan narsaga, nima deydi, o'zingiz xohlagan narsaga yetish imkoniyati borligi, faqatgina bu narsa o'zingizni tilaklaringizga bog'liqligini, shunga o'xshagan karta tushdi. Martning 10-dan 16-sigacha bo'lgan haftalik bashoratimiz. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik tilagan holda, unda bugungi mavzumizni mana shu yergacha qilamiz. Like bosishni unutmang. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman. Kommentariyalaringizni kutib qolaman. Sog' salomat bo'ling. Boshqa mavzularda ham tez chiqarishga harakat qilaman. Hammalaringizga rahmat. Sog' salomat bo'ling. Rahmat.